Do'stlar, bugun gap shunchaki chiroyli qutini ochish haqida emas. Bugun men sizlarga YouTube'dagi mehnat qanday qilib real natijaga aylanishini, kumush tugma aslida nimani anglatishini, uni olish jarayonida nimalarga e'tibor berish kerakligini va eng muhimi, siz ham shunday natijaga yaqinlashish uchun hozirdan nima qilishingiz kerakligini batafsil tushuntirib beraman. Bu ma'lumot har bir YouTube boshlagan, kanal yuritayotgan yoki men ham kontent qilaymi deb o'ylayotgan inson uchun juda muhim. Chunki ko'pchilik 1 ming obunachiga yetish faqat omad deb o'ylaydi. Aslida esa bu aniq strategiya, sabr, sifat va to'g'ri qarorlar natijasi. Agar siz ham YouTube'da o'sishni, kanalingizni monetizatsiyaga chiqarishni, auditoriya yig'ishni va bir kuni mana shunday kumush tugmani qo'lingizga olishni istasangiz, hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bugungi videoda men qutini ochibgina qolmayman. Balki bu mukofotning ichida qanday jarayon, qanday xatolar, qanday saboqlar va qanday imkoniyatlar borligini ham ochib beraman. Avvallari YouTube'da o'sish nisbatan boshqacharoq edi. Bir necha yil oldin kontent kamroq, raqobat pastroq, tomoshabin esa yangi kanallarni ko'proq sinab ko'rishga tayyor edi. Masalan, oddiygina telefon bilan olingan video ham. Agar mavzu qiziq bo'lsa, juda tez tarqalib ketardi. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Bugun YouTube'da har kuni minglab emas, millionlab videolar yuklanadi. Har bir mavzuda o'nlab kuchli kanallar bor. Tomoshabinning vaqti cheklangan. Tanlovi esa juda katta. Shuning uchun hozir video chiqaraman, odamlar ko'radi degan yondashuv ishlamaydi. Bugun YouTube algoritmi faqat videoni yuklaganingiz uchun uni odamlarning oldiga olib chiqmaydi. Algoritm tomoshabinning videoda qancha qolishini, sarlavha va rasmga necha foiz odam bosishini, video davomida tomoshabin zerikib chiqib ketadimi yoki oxirigacha ko'radimi, komment yozadimi, like bosadimi, keyingi videoni ham ochadimi? Shularning hammasini hisobga oladi. Demak, kumush tugma shunchaki 20 ming obunachi son emas, bu kanalning ishonchli auditoriya to'plaganini, YouTube qoidalariga mos ishlagani va kontent ma'lum darajada qiymat berganini bildiradi. Men bugun qo'limga olgan bu quti bir qarashda oddiy sovg'aga o'xshaydi. Lekin uning ortida juda ko'p kechalar, rejalar, montajlar, xatolar, qayta urinishlar, ba'zan tushkunlik, ba'zan esa katta quvonch bor. Yangi yil oldidan bunday sovg'a kelishi albatta juda yoqimli. Lekin men buni faqat bayramona quvonch sifatida emas, balki sizlarga tajriba sifatida ko'rsatmoqchiman. Chunki men bilaman ko'pchilik kumush tugmani qanday olishadi. YouTube o'zi yuboradimi? Buning uchun pul to'lash kerakmi? Qaysi hujjatlar kerak? 1 ming obunachi bo'lsa bo'ldimi? degan savollarni beradi. Oldin ko'pchilik kanal ochib, tasodifiy mavzularda video chiqarardi. Bugun bir kuni vlog, ertaga yangilik, indinga telefon ko'rigi, undan keyin hazil video chiqarish bilan barqaror o'sish qiyin. Nega? Chunki auditoriya sizdan nimani kutishini tushunmay qoladi. YouTube ham kanalni qaysi tomoshabinga tavsiya qilishni aniq bilmaydi. Agar men bugun bolalar uchun multfilm, ertaga biznes haqida tahlil, indinga esa osh tayyorlash videosi chiqarsam, algoritm meni kimga ko'rsatadi? Oshpazlarga, tadbirkorlarga, ota-onalargami? Natijada video ko'rsatiladi, lekin bosish kam bo'ladi. Tomosha vaqti tushadi, kanal sekinlashadi. Hozir esa muvaffaqiyatli kanalning asosiy belgisi bu aniq yo'nalish. Muntazamlik tomoshabin muammosini hal qilishdir. Masalan, kimdir ta'limiy kanal yuritsa, u odamlarning aniq savollariga javob beradi. Qanday imtihonga tayyorlanish kerak, qanday til o'rganish kerak, qanday kasb tanlash kerak. Kimdir texnika kanali qilsa, u xarid qilishdan oldingi ikkilanishni hal qiladi. Qaysi telefon yaxshiroq, qaysi notebook puliga arziydi, qaysi kamera boshlovchi uchun mos. Kimdir oilaviy vlog qilsa, u samimiylik. Tajriba va hayotiy vaziyatlarni ko'rsatadi. Har bir kuchli kanalning markazida tomoshabin uchun foyda yoki hissiy bog'lanish bor. 100 ming obunachi ham bugun avvalgidan boshqacha qabul qilinadi. Oldin bu juda kam uchraydigan natija edi. Hozir ko'proq kanallar 100 mingga chiqyapti. Lekin bu degani oson bo'ldi degani emas. Aksincha, raqobat kuchaygani uchun sifat talabi oshdi. Siz 100 ming obunachi yig'ishingiz mumkin. Lekin agar kanal sun'iy yo'l bilan o'stirilgan bo'lsa, agar obunachilar faol bo'lmasa, agar kontent qoidalarini buzsa, YouTube mukofotni bermasligi ham mumkin. Shuning uchun kumush tugma faqat raqam emas, bu ishonch belgisidir. Endi men qutini ochish jarayoni haqida gapiraman. Lekin shu bilan birga sizlarga muhim ma'lumotlarni tushuntirib ketaman. Odatda YouTube Creator Awards, ya'ni ijodkorlar mukofotlari ma'lum bosqichlarga yetgan kanallarga beriladi.
Kumush tugma 50 ming obunachi uchun, oltin tugma 50 million obunachi uchun, olmos tugma 1 million obunachi uchun beriladi. Lekin eng ko'p odamlar aynan kumush tugmani kutadi. Chunki bu birinchi katta rasmiy e'tirof. 100 ming obunachiga yetganingizdan keyin ham darhol ertasi kuni eshik taqillab, kuryer mana mukofotingiz deb kelmaydi. Avval YouTube kanalingizni tekshiradi. Kanal faolmi? Soxta obunachi bormi? Mualliflik huquqi muammolari yo'qmi? Jamoat qoidalari buzilmaganmi? Kanal asl kontent qiladimi? Shular ko'rib chiqiladi. Ba'zi hollarda bu jarayon tez bo'ladi, ba'zi hollarda esa biroz vaqt oladi. Masalan, bir kanal 100 mingga yetganidan keyin bir necha hafta ichida kod olishi mumkin. Boshqa kanal esa muammolar bo'lsa kutadi yoki umuman mukofot olish huquqidan mahrum bo'lishi mumkin. Ko'pchilikning eng katta xatosi shuki, ular 1 ming obunachiga yetish uchun tezroq degan fikr bilan noto'g'ri yo'llarga kirib ketadi. Masalan, obunachi sotib olish, bot yig'ish, sub for sub guruhlarda bir-biriga obuna bo'lish, qisqa muddatda sun'iy ko'rish olish. Bir qarashda bu raqamni oshirgandek ko'rinadi. Lekin ta'siri juda yomon. 1 ming obunachingiz bor, lekin videoni 500 odam ko'rsa, algoritm buni darhol sezadi. Tomoshabinlar faol emas, demak kanalga qiziqish past. Bunday kanalni reklama daromadida yaxshi ishlaydi. Na uzoq muddatli ishonch beradi. Bundan tashqari YouTube sun'iy faollikni aniqlasa, kanalni jazolashi mumkin. Mana endi qutiga qarasak, odatda bunday mukofot juda oddiy. Lekin himoyalangan qadoqda keladi. Ichida maxsus tabrik xati bo'ladi. Bu xatning ma'nosi juda kuchli. YouTube sizning mehnatingizni tan oladi, auditoriya bilan bog'lanishingizni qadrlaydi va keyingi bosqichlarga ruhlantiradi. Men uchun bu xatning o'zi ham alohida qiymatga ega. Chunki bu faqat metal plaket emas, bu minglab odamlar bilan qurilgan ishonchning ramzi. Agar siz kanal yuritayotgan bo'lsangiz va 100 ming obunachiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, birinchi navbatda kontentingiz qoidalarga mosligiga e'tibor bering. Agar siz boshqalarning videosini olib, ozgina o'zgartirib yuklayotgan bo'lsangiz, xavotir olishingiz kerak. Agar musiqalarni ruxsatsiz ishlatayotgan bo'lsangiz, xavotir olishingiz kerak. Agar sarlavhada odamlarni aldab, videoda boshqa narsa ko'rsatayotgan bo'lsangiz, xavotir olishingiz kerak. Agar kanalingizda doimiy shikoyatlar, mualliflik huquqi ogohlantirishlari, jamoat qoidalari bo'yicha cheklovlar bo'lsa, mukofot jarayonida muammo chiqishi mumkin. Lekin agar siz o'zingiz suratga olsangiz, o'zingiz gapirsangiz, manbalarni to'g'ri ishlatsangiz, tomoshabinni aldamasangiz, muntazam kontent qilsangiz, xavotirlanmang. Mukofot bir kunda kelmasa ham jarayon ketadi. Masalan, sizda 100-200 obunachi bo'lishi mumkin, lekin tizim hali yangilanmagan bo'ladi. Biroz kutasiz, YouTube studio ichida bildirishnoma chiqishi mumkin. Ba'zan elektron pochta orqali xabar keladi. Eng asosiysi, hech qachon shubhali havolalarga kirmang. Real misol keltiraman. Faraz qilaylik, bir kanal texnika haqida video qiladi. Har haftada 2 marta telefonlar haqida sharh chiqaradi. Obunachisi 20 ming bo'lganida videolari o'rtacha 10 ming ko'riladi. Axir mingga yetganda ayrim videolari 100 ming ko'rilishni boshlaydi. 100 mingga yaqinlashganda auditoriya allaqachon faol bo'ladi. Kommentlar bor, savollar bor, odamlar keyingi videoni kutadi. Bunday kanal tabiiy o'sayotgan kanal hisoblanadi. Boshqa misol, bir kanal bir oyda 5 mingdan 100 mingga chiqdi. Lekin videolarining ko'rilishi 300 dan oshmaydi. Kommentlar bir xil zo'r video, super omad kabi takrorlanadi. Obunachilar turli mamlakatlardan, lekin kanal tili bitta hududga mo'ljallangan. Bu shubhali ko'rinadi. Albatta. Ba'zan viral video sabab kanal tez o'sishi mumkin. Lekin viral o'sishda ham tomosha vaqti, real kommentlar, auditoriya mantiqi bo'ladi. Sun'iy o'sishda esa raqam bor, hayot yo'q. Eng katta tuzoqlardan biri bu soxta xabarlar. Filming obunachiga yetganingizni ko'rgan firibgarlar sizga YouTube mukofotingiz tayyor, mana bu havolaga kiring, ma'lumot kiriting deb yozishi mumkin. Ular kanal parolingizni, elektron pochtangizni, telefon raqamingizni, ba'zan hatto pasport ma'lumotlaringizni so'rashi mumkin. Esingizda bo'lsin, YouTube sizdan parol so'ramaydi. Hech kimga kanalga kirish ma'lumotlarini bermang. Agar mukofot bo'yicha rasmiy xabar bo'lsa, uni YouTube studio va rasmiy email orqali tekshiring. Ikkinchi nozik jihat bu kanal nomi. Kumush tugmaga odatda kanal nomi yoziladi. Shuning uchun agar siz mukofot olish arafasida kanal nomini tez-tez o'zgartirsangiz, chalkashlik bo'lishi mumkin. Kanal nomingiz brend sifatida qanday ko'rinishini oldindan o'ylab qo'ying. Masalan, bugun Ali Vlog, ertaga Ali Tech,
indinga Media Official deb o'zgartirsangiz, auditoriya ham, tizim ham chalkashadi. Mukofotda qaysi nom yozilishini tekshirish jarayonida juda ehtiyot bo'lish kerak. Uchinchi jihat bu yetkazib berish manzili. Agar manzil noto'g'ri yozilsa, qutiga chiqishi yoki qaytib ketishi mumkin. Shahar, tuman, ko'cha, uy raqami, pochta indeksi, telefon raqami aniq bo'lishi kerak. Ayniqsa bizda ba'zi manzillar inglizcha yozilganda boshqacha ko'rinishi mumkin. Shuning uchun lotin harflarida tushunarli yozing. Agar kuryer telefon qilsa, javob bering. Ba'zan bojxona yoki yetkazib berish xizmati qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. 4-jihat bu mukofotning o'zi kanalda muvaffaqiyat tugadi degani emas. Aksincha, bu yangi bosqich boshlanishi. 100 ming obunachidan keyin auditoriya sizdan yanada ko'proq sifat kutadi. Oldin odamlar bu kanal endi o'sayotgan ekan deb bag'ri keng qarashi mumkin edi. Endi esa bu 100 minglik kanal demak sifati bo'lishi kerak deb qaraydi. Shuning uchun kumush tugma motivatsiya bo'lishi kerak, xotirjamlik emas. Men ham aynan shunday qarayman. Bu sovg'a bayramona, lekin shu bilan birga mas'uliyatli. 5-nozik jihat. Mukofotni sotib olish yoki soxta nusxa tayyorlatish mumkin, lekin u hech qachon haqiqiy e'tirof o'rnini bosmaydi. Internetda kumush tugma yasab beramiz degan e'lonlar bor. Tashqi ko'rinishi o'xshashi mumkin, lekin YouTube tomonidan berilgan rasmiy mukofotning qiymati boshqa. Bu xuddi diplomni printerda chiqarib olganga o'xshaydi. Qog'oz bor, lekin mehnat va tan olish yo'q. Endi tasavvur qiling, quti qo'limda. Tashqi ko'rinishi sodda, lekin ichidagi narsa har bir ijodkor uchun juda hayajonli. Men qutini ochayotganimda birinchi his qiladigan narsa bu minnatdorlik. Chunki bu tugmani men yolg'iz olganim yo'q. Uni har bir obunachi, har bir komment yozgan inson, har bir like bosgan tomoshabin, har bir videoni oxirigacha ko'rgan odam bilan birga oldim. Agar siz bo'lmaganingizda bu quti ham bo'lmas edi. Ichidagi himoya qatlamlari mukofotni yo'lda shikastlanishdan saqlaydi. Bu ham juda muhim, chunki quti uzoq masofadan keladi. Odatda ichida tabrik xati va plaket bo'ladi. Plaketni birinchi marta qo'lga olganingizda uning og'irligi, silliqligi, oynadek yuzasi va markazidagi YouTube belgisi alohida ta'sirot beradi. Unda kanal nomi yozilganini ko'rish esa boshqa his. Chunki kanal nomi oddiy so'z emas, u sizning ko'p yillik yoki ko'p oylik mehnatingizning nomi. Men bunday paytda faqat xursand bo'lib qolmayman, balki orqaga qarayman. Birinchi videolar qanday edi? Ovoz sifati qanday edi? Kamera qanday edi? Montajda qancha xatolar bo'lgan? Sarlavhalar qanchalik oddiy bo'lgan? Ko'pchilik boshlaganda mukammal bo'lishni kutadi. Men esa sizga ekspert sifatida aytaman. Mukammal bo'lishni kutmang. Yaxshilanib borishni boshlang. Birinchi videongiz eng zo'r bo'lmasligi mumkin. Lekin 10-video birinchisidan yaxshi bo'lishi kerak. 50-video 10-sidan kuchli bo'lishi kerak. O'sishning siri shunda. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Agar siz YouTube kanal boshlamoqchi bo'lsangiz yoki allaqachon boshlagan bo'lsangiz, birinchi qadam yo'nalishni aniqlash. O'zingizdan so'rang, men kimga gapiryapman? U odamning muammosi nima? Mening videomni ko'rgandan keyin u nimani bilib oladi? Nimadan xursand bo'ladi yoki qanday qaror qabul qiladi? Masalan, siz abituriyentlarga yordam bermoqchi bo'lsangiz, mavzularingiz aniq bo'lishi kerak. Testga tayyorgarlik rejasi, xatolar tahlili, vaqtni boshqarish, kitob tanlash. Agar siz oshpazlik kanali qilsangiz, retsept aniq, mahsulot miqdori aniq, natija ko'rinadigan bo'lishi kerak. Ikkinchi qadam, kontent reja tuzing. Bugun kayfiyat bo'lsa, video olaman degan yondashuv uzoqqa bormaydi. Haftada nechta video chiqarasiz? Qaysi kunlari, qaysi formatda? Masalan, dushanba kuni tushuntiruvchi video, payshanba kuni amaliy tajriba, yakshanba kuni savol-javob. Agar siz haftasiga faqat bitta video chiqara olsangiz ham, doimiylikni saqlang. Tomoshabin ham, algoritm ham muntazamlikni yaxshi ko'radi. 3-qadam, sarlavha va rasmga jiddiy qarang. Ko'pchilik videoni zo'r qiladi, lekin sarlavha noaniq bo'ladi. Natijada odam bosmaydi. Sarlavha tomoshabin savoliga javob berish kerak. Masalan, telefon haqida degan sarlavha kuchsiz. 3 million so'mgacha eng yaxshi telefon qaysi biri puliga arziydi degan sarlavha aniqroq. Rasm ham shovqinli emas, tushunarli bo'lishi kerak. Lekin odamni aldash mumkin emas. Agar rasmda boshqa narsa va'da qilib, videoda boshqa narsa bersangiz, tomoshabin ishonchini yo'qotasiz. 4-qadam. YouTube studioni muntazam tekshiring. Ko'rishlar soniga qarabgina xulosa qilmang. Tomosha vaqti, ushlab qolish foizi, bosish foizi, auditoriya manbalari, qaysi daqiqada odamlar chiqib ketgani, qaysi videodan keyin obuna bo'lgani. Shularni tahlil qiling.
Masalan, agar odamlar videoning birinchi 30 soniyasida chiqib ketayotgan bo'lsa, demak kirish qismi cho'zilgan yoki va'da aniq emas. Agar odamlar o'rtada chiqib ketayotgan bo'lsa, demak ritm tushib ketgan yoki mavzu keraksiz cho'zilgan. Agar oxirigacha ko'rish yaxshi bo'lsa, lekin bosishgan bo'lsa, demak sarlavha va rasmni yaxshilash kerak. 5-qadam, huquqiy tozalikka e'tibor bering. O'zingizga tegishli bo'lmagan musiqa, video, rasm, logotip yoki parchalarni ishlatishda ehtiyot bo'ling. Agar foydalanayotgan bo'lsangiz, litsenziya borligiga ishonch hosil qiling. Bepul musiqa uchun YouTube Audio Library'dan foydalanish mumkin. O'zingiz olgan kadrlar eng xavfsiz variant. Agar ma'lumotli video qilsangiz, manbalarni tekshiring, yolg'on yoki tasdiqlanmagan ma'lumot bermang. Ishonch bir marta yo'qolsa, qayta tiklash qiyin. 6-qadam, menga yaqinlashganda tayyorgarlik ko'ring. Kanal nomini barqaror qiling, elektron pochtangiz xavfsizligini kuchaytiring. 2 bosqichli himoyani yoqing. YouTube studioda mualliflik huquqi bo'limini tekshiring. Jamoat qoidalari bo'yicha ogohlantirishlar yo'qligiga ishonch hosil qiling. Kanal tavsifi, aloqa emaili, brend ko'rinishi tartibli bo'lsin. Mukofot olish huquqi chiqqanda rasmiy ko'rsatmalarga amal qiling. Manzilni aniq kiriting. Pochta indeksini tekshiring. 7-qadam, auditoriya bilan munosabatni saqlang. Har bir kommentga javob berish shart emas. Lekin odamlar siz borligingizni his qilsin. Savollarni o'qing, keyingi videolarga mavzu oling, tanqidni tahlil qiling. Masalan, 10 ta odam ovoz past desa, bu shunchaki tanqid emas, bu texnik signal. 20 ta odam misol ko'proq bo'lsin desa, demak tushuntirish uslubini kuchaytirish kerak. Auditoriya sizga bepul maslahat beradi, faqat uni to'g'ri eshitish kerak. Bu kumush tugma menga yangi yil sovg'asi sifatida kelgani juda ramziy. Yangi yil odatda yangi rejalar, yangi maqsadlar, yangi boshlanishlar davri. Lekin men sizlarga shuni aytmoqchiman. Yangi yilni kutib, keyin boshlayman demang. Kanal ochmoqchi bo'lsangiz, bugun reja tuzing. Kontent qilmoqchi bo'lsangiz, bugun mavzu yozing. O'rganmoqchi bo'lsangiz, bugun birinchi darsni ko'ring. Chunki 1 yildan keyin siz nega oldinroq boshlamadim deb afsuslanishingiz yoki yaxshi ham boshlagan ekanman deb xursand bo'lishingiz mumkin. Men bu tugmani davorga ilib qo'yaman. Lekin uni faqat bezak sifatida ko'rmayman. Bu menga har kuni eslatadi. Odamlar ishonchini qozonish qiyin, uni saqlash undan ham qiyin. Har bir video mas'uliyat, har bir tavsiya, har bir fikr, har bir tahlil kimningdir qaroriga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun men kontentga faqat ko'rish, yig'ish vositasi sifatida emas, balki foyda berish maydoni sifatida qarayman. Agar siz ham YouTube'da o'smoqchi bo'lsangiz, o'zingizdan faqat qanday qilib ko'p obunachi yig'aman deb so'ramang. Qanday qilib odamga foyda beraman? Qanday qilib boshqalardan farq qilaman? Qanday qilib 1 yil davomida to'xtamasdan sifatni oshiraman deb so'rang. Obunachi natija, sabab emas. Sabab bu qiymat, barqarorlik va ishonch. Bugun biz YouTube'dan kelgan kumush tugma qutisini ochdik, lekin undan ham muhimi uning o'rtadagi jarayonni ochdik. Bu 1000 obunachi bu faqat chiroyli raqam emas. Bu mehnat, strategiya qoidalariga rioya qilish, auditoriya bilan ishonchli aloqa va muntazam rivojlanish belgisi. YouTube'da hozir raqobat kuchli, lekin imkoniyat ham juda katta. To'g'ri yo'nalish, sifatli kontent, halol o'sish va sabr bilan siz ham katta natijaga erishishingiz mumkin. Endi sizdan so'rayman, sizningcha kumush tugma ijodkor uchun nimani anglatadi? Siz ham YouTube kanal ochishni yoki rivojlantirishni reja qilyapsizmi? Kommentariyada albatta yozib qoldiring. Men sizning fikrlaringizni o'qib chiqaman. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Oldinda bundan ham foydali amaliy va motivatsiya beradigan videolar ko'p bo'ladi. Hammangizga katta rahmat. Bu kumush tugma sizlar bilan birga olingan sovg'a.